Alo. Allo, assalomu alaykum. Assalom. Nasibaxon onajonimiz bilan bog'landikmi? Xuddi shunday. Yaxshimisiz onajon, omonmisiz? Kuningiz xayrli bo'lsin. Rahmat. Ayni daqiqada sizga qalbimdagi qadrdonlarim tabriklar loyihasidan qo'ng'iroq qilib bog'landik. Loyiha boshlovchisi Farangizxon bo'laman. Sizni bezovta qilib qo'ymadikmi? Yo'q, rahmat. Tashakkur, bor bo'ling ilohim. Avvalambor onajonim, sizni bugungi tavallud ayyomingiz Allohimga suyukli banda Habibimizga ummat bo'lgan shukronali kuningiz muborak bo'lsin deymiz. Rahmat. Tashakkur onajon, ilohim hayotingiz davomida eng katta boylik bo'lgan sog'likni yuzingizdan ergashtirib, 90 bilan to'qnashib, 100 bilan yuzlashib yuring deymiz. Rahmat. Bor bo'ling. Bugun bilasizmi, bizning loyihamizga sizni juda ham yaxshi ko'ruvchi, qadrlovchi yaqin insonlaringiz tomonidan tabrik xatlar yetib kelgan ekan. Nima deb o'ylaysiz? Mana shu tabrik xatlarni siz tomon qaysi bir yaqin insoningiz yo'llagan bo'lishlari mumkin? Taxmin qila olasizmi? Farzandlarim, o'g'lim, kelinim, nevaralarim. Albatta onajon, sizni aytib o'tganingizdek yaxshi ko'ruvchi insonlaringiz juda ham ko'p. Bugun loyihamizga Bibijonim meni jannatim, dunyodagi bibilarning eng mehriboni, biz nabiralari uchun juda aziz insonimiz deya sizga ajoyib ta'riflarni bergan, o'zlari yosh bo'lsalar-da sizni shaxsan tabriklashni istagan nabirajoningiz Samirbek onajonlari yordamida bizga murojaat qilgan ekanlar. Rahmat, barlarga shukr. Bor bo'ling, siz ham ularga tilakdosh bo'lib, umr yo'ldoshingiz Sayfiddin otajonimiz inshaalloh jannatlarni hadya qiluvchi bir-biridan mehribon qizlaringiz Gulyoraxon va Soniyaxon opajonlarimiz, o'g'lingiz Sayramjon akajonimiz, kelinjon qizingiz Mohimxon opajonimiz, sizni juda ham hurmat qiluvchi kuyovlaringiz Sirojiddin va Shahobiddin akajonlarimiz hamda bir-biridan sevimli bo'lgan nabirajonlaringiz Zahroxon, Gulnoraxon, Gulsevarxon, Ortiqbek, Hasanbek, Husanbek, Samiraxon va jajji nabirajoningiz Amirbek ham sizni tabriklab, ushbu tabrik xatiga hamrohlik qilmoqdalar onajon. Rahmat, barlarga shukr. Tashakkur onajonim. Ilohim sizni yaxshi ko'rgan barcha yaqinlaringiz baxtiga Allohim umringizni ziyoda qilsin va shuncha yillardan beri sizga hamrohlik qilib kelayotgan turmush o'rtog'ingiz Sayfiddin otajonimiz bilan birgalikda farzandlar baxtini, nabirajonlar kamolini ko'rib, huzur halovatda yashang deya biz ham siz uchun yaxshi tilaklarimizni bildirib qolamiz onajon. Rahmat, hammasiga rahmat. Sog' bo'lsinlar, baxt o'zi. Bor bo'ling, siz ham ana endi yana birozgina qimmatli vaqtingizni olsam-da, orzulari osmon bo'lgan nabirajoningiz siz tomon yo'llagan tabrik xatlarni o'qib eshittirsam maylimi? Mayli. Minnatdorman. Unda men o'qishni boshladim. Assalomu alaykum nur yuzli farishtam, mehri quyosh taftidek issiq bo'lgan qadrli va aziz bibijonim. Sizni bugungi Muhammad sallallohu alayhi va sallamga ummat bo'lgan shukronali kuningiz va qarshi olayotgan yangi muborak yoshingiz bilan tabriklayman. Mehribon bibijonim, Allohim sizga sog'lik, salomatlik, uzoq va xayrli umrni bersin. Ilohim farzandlaringiz, biz nabirajonlaringizni huzur halovatini, yaxshi kunlarni ko'rish doimo siz va buvajonimga nasib etsin. Mening jonkuyar mehribonim, o'zidan ko'ra farzandi-yu nabiralarni o'ylaydigan, hattoki oyijonimdan ham ko'p g'amxo'rlik qilib, kelajagim uchun jon kuydiradigan mehribon bibijonim. Garchi sizni aytganingizni qilmasdan ko'p gapirtirsam-da, lekin bibijon, sizni juda qattiq yaxshi ko'raman. Siz borsizki, farzandlaringiz yuzida tabassum bor. Siz borsizki, biz nabiralaringiz erka bo'lamiz. Bibijonim, siz meni jannatim, ikkinchi onajonimsiz. Sizga qancha ta'riflarni bersam ham kamdir.
Ilohim hech qachon kasal bo'lmang. Baxtimizga yana ko'p yillar bobojonimiz bilan qarilik gashtini surib, huzur halovatda yashab, bizga bosh bo'lib, qalbimizning qo'rida, uyimizning to'rida, mehr ardog'imizda bo'lib, inshaalloh to'ylarimizda bobojonim bilan birgalikda qanot yozib o'ynang bibijon. Biz nabiralari uchun hali hamon yelib, yugurib xizmat qilayotgan bibijonimni Allohim 2 dunyo saodatlari bilan siylasin va o'zining uyiga chorlab, hoji onajon maqomlariga erishtirish yo'lida men nabira o'g'lingizni sababchi qilsin. Ilohim barcha niyatlaringizga yetib, bizni ham yaxshi kunlarimizda yonimizda bo'lib yuring bibijon. Inshaalloh men ham yaxshi o'qib, ortimdan doimo sizlarga rahmatlar olib keladigan farzand bo'laman. Bunga va'da beraman bibijonim. Sizni barchamiz juda qattiq yaxshi ko'ramiz. Ilohim 100 yoshlarga kirganingizda ham menga sizni shukrona kuningiz bilan tabriklash nasib qilsin. Tavallud kuningiz yana bir bora muborak bo'lsin. Boringizga shukr bibijon. Mehringizdan shodon o'ynadim. Nomingizni tildan qo'ymadim. Sizdek zotni hali ko'rmadim. Bibijonim boringizga shukr. Siymoyingiz dilimda doim, so'zlaringiz esa muloyim. Yonimizda yuring siz ilohim. Bibijonim boringizga shukr. Sizni ko'rsam kuladi yuzim, bag'ringizga otarman o'zim, sog'inganda qidirar ko'zim. Bibijonim boringizga shukr. Qancha da'volardan o'tdingiz, nabiram deb qo'lim tutdingiz, menga hayot darsin o'tdingiz. Bibijonim boringizga shukr deya sizni yaxshi ko'rishlarini alohida ta'kidlab o'tib, oila a'zolari va yaqinlaringiz nomidan ham sizni yana bir bora tabriklab, nabirajoningiz Samirbek o'z tabriklariga yakun yasabdilar. Qabul qilib olasiz onajon? Rahmat. Hammasini boriga shukr. Bobojonimiz ham sog' bo'lsin, o'g'illarim ham, nevaralarim ham, qizlarim ham, domotlarim. Hammasi sog' salomat, hammasi Allohga omonatdir. Sog' bo'lsinlar, kasal bo'lmasinlar. Tabriklari uchun rahmat. Tashakkur. Bor bo'ling siz ham onajon. Ilohim barcha uchun shunaqa aziz va qadrli bo'lib yuring. Bunaqa tug'ilgan kunlarni ko'pini ko'ring-ku, fayzli xonadoningizdan hech qachon quvonchli kunlar, bayramlar, to'ylar arimasin deymiz. Rahmat. Hammasiga sizga ham rahmat. Tabrik uchun rahmat. Sog' bo'linglar. Bor bo'ling. Yoshingizdan ham o'tib ketib, hurmat, izzatda bo'linglar. Ilohim aytganingiz kelsin. Siz ham qimmatli vaqtingizni ayamasdan bizni qo'ng'irog'imizni ko'tarib tinglaganingiz uchun loyihamiz tomonidan ming tashakkurlarimizni bildiramiz. Ilohim mana shu farzandlaringiz, sizni yaxshi ko'ruvchi nabirajonlaringizni doimo yaxshi kunlarga guvoh bo'lib yashang onajon. Ayyomlar sizga yana bir bora qutlug' bo'lsin deya, inshaalloh sizni hoji ona qilish niyatlari bo'lgan nabirajoningizni talab va istaklariga binoan siz tomon ajoyib taronani ham yo'llab qolamiz. Salomat bo'ling. Sog' bo'linglar, sog' bo'lsin nevaralarim ham, hamma sog' bo'lsin. Ilohim, omon bo'ling. So'zim boshim bismillah, xolis niyatim hamroh. Nasib aylasa Alloh, bobom hoji qilaman, buvim hoji qilaman. Borligimga sababim, mehr ko'nglim tarafim, farzand qarzim salafim. Bobom hoji qilaman, buvim hoji qilaman. Jannat buvim poyda, bobomning duoida, menga eng ulug' foyda. Bobom hoji qilaman, buvim hoji qilaman. Buvim mening jannatim kalitisiz, bobom mening yelkamda qanotimsiz. Onam mening jannatim kalitisiz, dadam mening
tashvishim shu, eng shirin tafshishim shu. Bobom hoji qilaman, buvim hoji qilaman. Jannat buvim poyida, bobomni